Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bu safargi videomiz elektroshit yig'ish bo'yicha bo'ladi. Tok kuchayib ketgan, ya'ni keragidan ortiq volt tok kelgan. Shu sababli uydagi televizor, xolodilnik, ko'plab jihozlar kuygan. Endi bu shitni olib tashladik. Kattaroq shit qo'yib, ko'plab o'sha yangi avtomat turlarini qo'yamiz. Shitimizni esa hamon joyiga o'rnatib oldik. Ko'rib turganingizdek kabellar tashqi izolyatsiyalari bilan birgalikda shitimizdan tashqariga chiqib turibdi. Kuzatib borsalaring, mana shuni yig'ish jarayonlarini ham birgalikda tomosha qilasizlar. Ko'rib turganingizdek shitimizni ichki tomonini qatirib oldik. Ichiga deneregasini qatirib, avtomat terishni boshladik. Mana simlarni ajratib olib, simlarimiz hammasi yakkalik, ko'rib turibsiz. Bularni uchiga o'zini nasatkalarni qo'yish shart emas. Qachonki qo'yasiz, simingiz много jirka kabel bo'lsa, mayda tolali kabel bo'lsa, shunda shuni uchiga o'zini nasatka, shunda nakonechniga bor. O'shanisini qo'yib, o'zini ombirida qisib qo'yasiz. Lekin bu mayda yakka tolalik kabellarni shunday avtomat tagiga, misol uchun, qatirishingiz mumkin. Buni zarari yo'q. Videomizning boshida aytib o'tganimdek, bu xonadonda tok kuchayish hisobiga ko'plab texnika jihozlari kuygan, televizor, xolodilnik va boshqalar. Oldin bu yerga unaqa himoya vositalari qo'yilmagan ekan, endi qo'yib beryapmiz. Bularga misol uchun kuchlanish relasi kiradi. Rusel kompaniyasining 60 amperlik ligidan qo'ydim. Undan keyin turadigan Schenasi S40 chint avtomatlarini, Differential diff avtomatlarini qo'ydim. S32 avtomatlarini dan foydalandim. S25 avtomatlaridan foydalandim освещение uchun. Освещение uchun S16 yoki S10 shenalik avtomatlardan foydalansangiz bo'ladi. Men bu yerda biroz yuqorirog'idan qo'ydim. Kabellarim baquvvatroqligini hisobiga. Aslida avtomatni siz birinchi navbatda qanaqa tanlanishiga e'tibor qaratmoqchi bo'lsangiz, siz o'zingiz kabel tashlagan kabelingizni katta kichikligiga qaraysiz. Masalan, 2,5lik kabelingiz bo'lsa, 2,5lik kabelingiz uchun S25 va S32 avtomatlarini qo'yishingiz mumkin. Buni hammasini o'zining qonun qoidasi bor. GOSTda yozilgan, texnika bezopasligida. Misol uchun, siz 1,5lik kabel ishlatyapsiz. 1,5lik kabel ishlatsangiz, S10, S16 shenaga ega bo'lgan avtomatlarni qo'yishingiz mumkin. Bu shochikdan kelgan glavniy kabel, 16lik kabelda, alyumin kabelda kelgan. Shochik uzoqroqda bo'lganligini hisobiga shochikda ham alohida avtomat qo'ydim. S40, S50 shenalik chint avtomatidan qo'ydim. 2 qutbli. Avtomatlarni shochikdan misol uchun shochikdan chiqqan avtomatni shochikdan chiqqan glavniy tokka bu relay напряжениеga kelishiga qadar bir 2 qutbli avtomat qo'yishingiz kerak. Chunki u avtomat sizda ham faza ham nolda ajratib beradi. Men uni qo'ydim, faqat u naryoqda turibdi, tashqarida. Video davomida uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir buni endi sekin terishni boshlaymiz. Mana nollarni ajratib oldik. Avtomatimizni mana bir-biriga ulab oldik. Ko'rib turibsiz. Kamchiliklar albatta bor. Imkon qadar uni yo'qotishga harakat qildim. Masalan, buni o'rniga men simlardan peremechka qildim. Bu kamchilik desa ham bo'lmaydi. Buni o'zining spetsial peremechkalari bor. Bunday foydalansangiz ham bo'laveradi. Mana kelgan glavniy tok, выход. Bundan
faza chiqadi. Chiqib diff avtomatga kiradi. Diff avtomatdan chiqib qolgan avtomatlarga, xonalarga bo'linadi. Juda murakkab emas. Relay направляющий faqatgina fazani uzadi, 0 esa shunchaki kirib o'tadi yonishlik uchun. Diff avtomatda esa faza uziladi, 0 ham uziladi, 0 faza ham kiradi, 0 ham kiradi. Faza chiqib xona avtomatlariga ketadi, 0 esa прямой nolovoy tegaga boradi. Fazalarimiz bu yoqdan ko'tardik. Endi buni ishlatishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek avtomatimizni yig'dik. 60 amperlik Duffer kompaniyasining kuchlanish relaysini qo'ydik. S40 diff avtomatini, chint avtomatini qo'ydik. Xonalarni bo'lish uchun S32 lik avtomat qo'ydik. S25 dan ham foydalandik. Simizni, avvalambor simizni, keyin uyingizdagi uskunalarning holatiga qarab avtomatlarni o'zgartirasiz. Kuchlanish relaysini mana ishlash faoliyatini ko'rib turibsizlar. Buni sozladik. Juda murakkab emas. Mana shuni qo'ygan bo'lsangiz, o'rnatib bo'lganingizdan keyin tepasidagi plus tugmasini bossasiz, mana safarda ko'rib turibsiz. Bu mana misol uchun 250 ga qo'ydik. Eng yuqori votda 250 ga to'xtatdik. Pastini esa mana bunday o'zgartirasiz. Mana bosasiz, yo 178 yo 180. Biz 180 ga qo'ydik. Shu sozlash shu o'rnatganingizdan keyin o'rtasida esa oxirgi marta nechida tashaganini ko'rsatadi. Misol uchun oxirgi marta tokimiz 250 da tashagan ekan. Men buni 245 ga sozlab bergandim. 245 dan hech pastga tushmaganligi uchun men hozir 250 ga ko'tarib qo'ydim. 250 da o'z avtomat tashagan ekan. Sekunddan keyin yonadi, yana qaytadan ishga tushadi. Biz videoni boshida aytganimdek, diff yoki o'zi avtomat qaysi biri qo'yishga nima degandim. Afzalroq. Buni siz holatingizga qarab qo'yaverasiz. Diff bilan o'zi avtomat farqi bu diff avtomatni farqlash uchun o'zidan mana bu yerda sxemasi bor. Issiqlik ajratuvchi, ya'ni oddiy avtomat vazifasini ham bajaradi. Mana oddiy avtomat sxemasini ko'ryapsizlarmi? Oddiy avtomat sxemasi mana bunday joyda joylashgan bo'ladi. Farqi yo'q. S32 mi, S25, S10, S6, S40 mi farqi yo'q. Bir fazalik, bir qutbli avtomatlarda ham bunday sxema bo'ladi. Xuddi shu sxema bu diff avtomatda ham bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz. Bu ham avtomat vazifasini bajaradi, ham sizni yong'indan ham tok urishdan ham asraydigan, ya'ni uzuni vazifasini ham bajaradi, oddiy avtomat ham vazifasini bajaradigan uskuna. Ya'ni ikkisi bittada bo'lgan diff avtomat. Uzoda esa xuddi mana shu narsa yo'q. Uzoda yana bir narsa yo'qki, uzoda u elektron mexanika deyiladi. Difflar elektronik deyiladi. Bu elektronik degani buni ichida platasi bo'ladi. Buni test rejimini misol uchun o'rnatganingizdan keyin, mana test rejimi bor. Test rejimini mana shu o'rnayapti. Mana shu test rejimini diff avtomatni o'rnatganingizdan keyin buni ishlayapti yo ishlamasligini tekshirish uchun mana bu test tugmasi bor. Test tugmasini bossangiz, bu avtomat 0 fazaga urib beradi, keyin tashlaydi. Tashagandan keyin mana bu tugmasini ham ko'pchilik tushunmaydi. Bu tugmani tashagandan keyin bu tugma ko'tarilib qoladi. Mana ko'k tugma, press deb yozib qo'ygan mana ustiga, ko'ngilchalab. Shu tugma ko'tarilib qoladi. Shunda buni siz ko'tara olmaysiz. Bu siz ko'tarilganligi sababli. Siz buni ko'tarilib pastga tushgan holatda turadi. Keyin siz buni ko'tara olmaysiz. Buni qachonki bosib, keyin ko'tarishingiz mumkin. Avtomatlar bular oddiy обычный avtomatlar, bular xonalarning bo'lishligi uchun qo'yilgan. Shu videoni boshida aytganimdek, avtomatlar nimaga qarab tanlanadi deyilgan savolga. Avtomatlar ko'p avvalambor shu simizni ko'tarish darajasiga qarab qo'yiladi. Misol uchun 2,5 lik kabel, 2,5 lik kabelga aslida S25 avtomatlarni qo'yish kerak. Agar 32 dan foydalansangiz ham bo'ladi. Aslida qonun qoidasi shunaqa deb yozilgan. 1,5 lik kabelga esa S10, S10 dan S16, S6 gacha qo'ysangiz bo'laveradi.
yana nimani tushunasam. Videoni shu yergacha tomosha qilganlaring uchun sizlarga rahmat. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Bundan-da yaxshiroq video chiqarishga harakat qilamiz. Rahmat.